Rasulullohni tushida ko'rishi kekesi. Maqtanishlikka arziyli narsa bo'lsa, Rasulullohni tushida ko'rdim deb maqtanishlik. Men maqtanaman sizlarga hozir. Bir necha marta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushida ko'rdim. Allohga hamdlar bo'lsin. Inson yaxshi ko'rgan narsasini ko'radi tushida. Yaqinda ko'rdim shu tushda. Rasulullohni o'ng tomonida o'tiribman. Ro'paramda Abu Bakr Siddiq, Abu Ubayda ibn al-Jarroh, Ali ibn Abi Talib o'tiribdi. Men Rasulullohni o'ng tarafida o'tiribman. Tiniq ko'rinyapti. Bularga aytyapman, sizlarga mazza deyapman. Nimaga deyapti Abu Bakr? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: Abu Bakr fil janna, Umar fil janna, Usmon fil janna, Ali fil janna, Abu Ubayda fil janna, Abdurrahmon fil janna. To'g'rimi Rasululloh deyaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: kim meni tushida ko'rsa, meni haqiqiy o'zimni ko'ribdi, zero shayton meni suratimga kira olmaydi. Kim meni tushida ko'rgan bo'lsa, inshaalloh unga ham ko'radi. Umidim bor.